Endi eng oxirisida mushu bizda naati ko'p takrorlanadigan yigit qizlarimiz naati ko'p takrorlaydigan kino televiziyada eng ko'p takrorlanadigan bir masala o'sini sevgi, muhabbat masalasi. Am nurg'un qarindoshlarimiz men bu qizni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qilaman, qanday to'y qildi. Hatto qizlarimizmi, musulmon qizlarimizmi bu bir odamni yaxshi ko'rmay turib qanday to'y qildi. Ozbaz aralashib beqish kerak degan mandaq bir tushuncha bo'lib qolgan qarindoshlar. Endi bu haqda men gap qilsam balkim bu mush odamning ko'z qarashida diniy odamga mushunda deydi deb qilishi mumkin. Men sizlarga diniy nuqtadan emas, ijtimoiy fan nuqtasidan mush haqda olib berilgan bir statistikani oldinglar qo'ymoqchi. Material tarash jarayonida men aqtusam mandaq bir material qo'lga tushdi. Misrning Qohirada mushu muhabbatlashib to'y qilganlar bilan muhabbatlashmay an'anaviy to'y qilganlarning ajrishish nisbatini bir statistik olib qo'ygan. Bu statistika natijasi bunday bo'lgan. Muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 87%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib ketish masalasi 77% bo'lgan qarindoshlar. Bu Qohirada berilgan statistika. Suriyaning Damashqdan bir statistika berilgan. Bir ijtimoiy fan tashkiloti bir statistika yapgan. Buningda texmechinishlik. Muhabbatlashib to'y qilganlarning ajrishish nisbati 93%. An'anaviy to'y qilganlarning uy tutib qilish nisbati 90%. O'ylab baqiling qardash. Nima degan zo'r farq? Ya'ni muhabbatlashib to'y qilganlarning 10 oyda olsa 9 buzildi degan gap. Nima uchun qarindoshlarimiz? Aldı olan hemmimiz bilimiz to'y qilishdan burun muhabbatlashish Allohning shariatiga xilof. Allah subhanahu va taolo bizni baxtli bo'lsin deb yaratgan Allah qanday qilsak baxtli oila qurishimizni biladi. Shu baxtli oilada qizimiz o'zini eng kuchlardan saqlab, o'g'illarni xalqning qizlarini ahmoq qilmay, to'y qilib bu shariat bo'yicha tunishib to'y qilsa baxtli oila bo'lishini bilgan Allah bizga unda qilmanglar degan, uni saqlashni olgan. Ikkinchisi hammamiz bilamiz bu muhabbat degan bir odamning havisiga, hissiyotiga aloqador bir ish. Odamning hissiyoti o'zgarib turadi, yurak o'zgarib turadi. 5 yil burun bir xil kiyimlar moda bo'lib shuni yaxshi ko'rib kelgan. 5 yildan keyin uni kiymay sulab qoldik. 2 yil burun bir xil qizlarga bir xil kiyim moda edi. Shuni qizlar yaxshi ko'rgan. Hozir yaxshi ko'ramni qarindoshlar. Chunki yaxshi ko'rdim degan gap bu muhabbat yaxshi ko'rgan qiz yigitning ko'zi ko'r. Quluq anlamas, tili yaqama sulab qoldi. Hey, mening axloqi qanday ekan, mening oila kelib chiqishi, mening diyonati, mening safosi desa, voy unda degan bilan mandaq, unda degan mandaq deb bu ko'maydi. Qizmi ko'maydi, yigitmi ko'maydi. O'shan muhabbat deb uy ko'rib, to'y qilib bir uy kirgan ekan, keyin mazbaqda chugilib chiqqan ekan, ajrashadi shu. Aldı olan Allah'ın kanunu boysunmanken bu ailede Allah haqiqiy muhabbatni qilmaydi. Bu ailede bereket bulmaydi. Şuna olan bu aile bozuldu. İkincisinden mana bu biz degan o'lchamlarga diqqat qilmay, faqat shu muhabbat söydim, ko'ydim deb boshlansa, hech narsani ko'rmay, hech narsaga diqqat qilmay to'y qilsa, oila vayron bo'ladi qarindoshlarimiz. Yana kelib qiz yigit muhabbatlashish jarayonida birinchisi Allohning shariatiga xilof qildi. Ikkinchisi o'zining go'zal yerlarini ko'z chiqtirishdi. Çünkü muhabbet jarayonida ikki yil taraf shunday qildi. O'g'illar saxiy, mard, nochi, shunda qizlar kuyindigan, hurmatlaydigan bo'lib ketdi. Qizlar nozin, go'zal, pok noiti, zot ashlini yaxshi ko'rib qolganligining ikkinchi qatim bir yigitlar yaxshi ko'rib qolsa seni shu gap, 3 yigitlar yaxshi ko'rib qolganligini deydi. Uchinchi qatim muhabbatda seni ash yigitlar hammadan bak yaxshi ko'rgan deydi. Shuna to'y qilmay turib nurg'un tajribalarni oladi. Shun hatto ba'zi qizlarimiz ipitini yo'qotadi. Necha odam bilan tumshuq yolishadi. Shun to'y qilib qolgandan keyin selish turishga boshlaydi. Hammamiz biz muhabbatdan real turmush, osmon zamin farq va boshqa narsa, oila qurib bir uy kirish boshqa narsa, muhabbatlashish degan bu atalmış yalğancılık başka narsa qarindoshlar. Endi uni qo'yib, buni qo'yib biz Alloh subhanahu va taolaning Qur'oni bilan hukm qilaylik. Qur'on nima deydi mush to'g'riliq qarindoshlar?
Allah subhanahu wa ta'ala deydi. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً deydi. Allah'ın kudret kamalını körüsüp turduğan paketlerden biri Allah sizlerinin üzerlerinin vücudunlardan ayallarını yaratıp edi. Yani ayallar sizin erlerinin bir parçası. Nima uchun liteskunu ilayha sizlar xotirjamlikni bir xil jimjitlikni bir xil rohatni shu ayolning yanida tepishinglar uchun sizlarga ayollarni yaratib berdi. Va ja'ala va qildi sizlarning oranglarda, ya'ni er ayolning oralig'ida Allah muhabbat so'yguni qildi deydi qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala to'y qilgandan keyin chuqum muhabbat bilan so'ygini qildiganligini deb aytadimi? Hey, biz mu'min, musulmon, ummat islom bo'lgan ekan Allohning gapiga ishoninglar qarindoshlar. To'y qilsang, sen o'zingni pokiz saqlab, shariat xiloflik qilmay, to'y qilsang Allah to'y qilgandan keyin chuqum muhabbatni qildi deydi. Nurg'on qiz yigitlarimiz bor. Mosh kino, e'lon, tashviqotning ta'siri zarrinib, bu qonda o'rilish bo'lmay, muhabbatlashmay bo'lmay to'y qildi deydi. Ey, ma'uy, saxtpazlik, yolg'onchilik canım qarindoshlarimiz, uyg'onaylik, qalbimizni silib o'taylik. Hey, bizning ata-onamizga an'anaviy to'ygan bo'g'illarimiz qarab boqaylik. Ajrishish nisbati 15% dan oshmaydi ekan. An'anaviy bizning ajdodlarimizda hatto burunqi shu 80-yillarda, 70-yillarda chiqqan gazetda bir davlatningda shunday yozibdi. Hozir davlatningki mushu oilishi xatarda. Chunki ajrish nisbati 15% yetib ketdi deb, ajrish nisbati 15% yetgan davlatning gazetida bu shunday xatarli ekanligini yozgan. Hozir 93%, 87% degan statistikalar chiqadi qarindoshlar. Osh ota-onalarimiz, an'anaviy to'y qilgan ota-onamiz shunda baxtli oilani qurib bizni cho'ng qildi. Osh an'anaviy to'y qilib bizdek so'rishib, siz bizdek so'rishib shumay, an'anaviy islomcha to'y qilgan oilalar, bo'g'illarimiz shunda baxtli to'y qildi. O oilada erlarning haybati bor, ayollarning izzati bor oila tug'ishlar. Biz mana g'arbga qarab boqaylik, atalmish muhabbat, so'ygu degan kinolarni ishlab, beşimizni, kallamizni gaz qilib atgan, saran qilib atgan shu kinoni ishlagan davlatlar qarab boqaylik, oilalar vayron emasmi? Ularda hatto oil degan narsa qolmadi hozir qarindoshlarimiz. Hammamiz bilamiz. Bir uy kirib yashash va xotin dojlik degan yo'q, nikoh yo'q, bola tug'ish, farzand, oila qurish yo'q. Davlatlar hozir davlatlar qirib ketdi. Shu Yevropada bekor turmay xalqlarni nupus oladi. Nima uchun nupus qoldi? Nupusning kamligini oldi. Bo'lmasa bekor olib odamlarga pul urib, jam binasirib baqamda qarindoshlar. Demak, biz Qur'oni Karimning gapini anglaylik, Allohning gapini anglaylik. Mastastika ma ilm, ijtimoiy fan nima deydi? Buni anglaylik qarindoshlar. O'zimizni halokat o'ylab boqaylik. Bir qiz deganning bir olmosga o'xshaydi. Bir guharga o'xshaydi. Xohlagancha uning bilan, xohlagancha muhabbat ishlab o'zimiz chiqmiz. U birisi bilan o'tmaydi. O'ttir maktabda birisi bilan, oliy maktab chiqqanda birisi bilan, nechisi bilan mushunda tajribalarni qilib, oxirisi birisi tegib o'ltagan. O ağan adam şuna bunun tarixini sürüştükse er degandan ki ayolning pokiz bo'lishini, o'ziga bilan taalluq, xos, iffetlik, nomuschan bo'lishini orzu qiladi. Uning bundan tajribasini o'tkazib kelgan ayolni kim oladi qarindoshlar? Ağandam ichida bir xil bu ayolga ishonchi bo'lmaydi. Chunki uning nimalari bor. Bu o'tgan, ya'ni tarjima holi yaxshi emas. Shuning uchun mana ajrashishni men demadim, ilm fan bilan statistika ijtimoiy fanning natijasi mushundaq chiqadi qarindoshlarimiz. Men sizlarga bo'lgan bir voqealikni deb beray. Masalan, bir qiz bilan bir yigit musulmon islomning ro'yiga asosan boshqalarning tanishtirish bilan tanishib, undan keyin o'zaro bir ikki qatam uchrashib, cho'nglar kelishib bu qizga choy akirdi. Choy akirib, choyni ichirib yana bir haftadan keyin to'y qilamiz deb tayyor bo'lgan chaqda bu o'g'ilninki bir sirt boshqa davlatga safar qildi chiqib qolib, o'shani hammaylar buni uzatqili chiqdi. Uzatqili chiqib, uzatgan chaqda bu qiz mangan chaqda bu yigit aeroplan mangan chaqda qiz yig'lab eqib ketibdi. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Burun muhabbatlashmadi, burun uyabiyada so'rishib jumidi. Faqat choy ishtirib to'y qildiga va'dlashdi. Shu chaqdlam Alloh subhanahu va taolo bu qizning qalbiga yigitning muhabbatini sep bo'ldi. Mana bu pok halol bo'lgan ish mana mushunda bo'ldi qarindoshlar.